Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini hayot haqida o'qiyotgan navbatdagi darsimiz bugun 29-dars Abul Os ibn Robi roziyallohu anhu haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning katta kuyov bolasi. Rasulullohning ashablarining qissalaridan yana bir qissa. Bu qissani o'zgachaligi bor. Chunki bu qissa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahli baytiga, xonadoniga aloqasi bor qissa. Bu qissa Rasulullohning katta kuyovi, to'ng'ich kuyovi Abul Os ibn Robi roziyallohu anhu haqida. Bu qissa orqali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining qarindoshlariga qilgan muomalasining qanday bo'lganligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu qissa Abul Os ibn Robining qissasi. U kim edi? Qurayshning ulug' xonadonlaridan birining farzandi. Kelishgan, nasl-nasabli, boy badavlat, ne'matlarga o'ralgan, mohir chavandoz, ko'zni quvontiradigan Qurayshning peshqadam yigitlaridan edi. Bu kishi islomdan avval savdogarlikni yaxshi ko'rar edi va savdo bilan shug'ullanar edi. Yiliga 2 marta Shomga tijorat karvonini boshlab olib borardi. Bir marta qishda, bir marta yozda. Yuzlagan tuyalar, yuzlagan kishilar uni qo'l ostida, odamlarning unga topshirgan omonatlari, mollari bor, olib borib sotib, sherlik tijorat qilib olib kelib, molda egalariga sherliklarni, foydalarni bo'lib beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjay mutahharalaridan komila bo'lgan 4 ta ayolning bittasi Hadicha onamiz roziyallohu anha Abul Osning xolasi edi. Abul Os Hadicha onamizning jiyani. Hadicha onamiz Abul Osni yaxshi ko'rardilar va Hadicha onamizning qalbida Abul Osni tutgan o'rni baland edi. Zamonasini peshqadam, ko'zga ko'rilgan, havas qilinadigan yigitlaridan edi. Yillar o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadonida Zaynab roziyallohu anha balog'atga yetdi. Hadicha onamiz va payg'ambarimizning qizi. Qurayshning mana degan sayyidlari Zaynab roziyallohu anhoni o'ziga kelin qilib olishlikka haris bo'ldi. Xohlar edi. Chunki kimni qizi? Muhammad alayhisalomni, Hadicha onamizni. Chunki Quraysh qizlarining nasl-nasabdagi eng peshqadamlaridan, ulug'laridan edi Zaynab onamiz. Ona tarafidan ham, ota tarafidan ham. Axloqiy jihatdan eng pokizalardan edi. Xarador o'shuncha, ammo hech qaysiga yo'li yo'q. Chunki ular bilan Zaynabning o'rtasida roziyallohu anha Abul Os ibn Robi turibdi. Hadicha onamizning jiyani turibdi, boshqa hech kimga yo'l yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga risolat kelganida Abul Os ibn Robining tutgan mavqifi qanday bo'ldi? Payg'ambarimizga hali vahiy kelmasdan avval Zaynab onamizni Abul Osga nikohlab berishdi. Turmushga chiqdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh taolo Makka mukarramani risolat nuri bilan munavvar qildi. Muhammad alayhisalomga vahiy keldi. U zot arablarga va butun yer yuzidagi millatlarga payg'ambar bo'lib yuborildilar. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zini yaqin qarindoshlarini iymonga da'vat qilishligiga buyurdi. Ko'p aytamiz. Hamma ish ilm asosida bo'lishligi kerak. Hunarmi, tijoratmi, ilm asosida. Da'vat ham shunaqa. Qarang, fa anzir ashiratakal aqrabin dedi Alloh taolo. Yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring. Hali da'vat oshkor bo'lmay turib. Bundan ma'lum bo'ladiki, kishi o'zini oilasini ishini bitkizmasdan turib, o'zini oilasini islomga da'vat qilmasdan turib, tashqariga chiqib ketishligi to'g'ri bo'lmaydi. Astagfirullah. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin va anzir ashiratakal aqrabin. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini yaqin qarindoshlarini yig'ib, ularga islomni arz qildilar. Yagona Allohga iymon keltirishlikka da'vat qildilar.
ayollardan birinchi bo'lib iymonda qabul qilgan Hadisha onamiz roziyallohu anha bo'ldi. Qizlari ham iymonga kelishdi. Zaynab onamiz, Ruqoyya, Ummu Kulsum va Fatima roziyallohu anhum ajmain. Ammo keyingi qizlari yoshi juda ham kichkina edi. Abul Osga iymonga kelishlik taklif qilindi, ammo u o'zini bobolarining dinidan voz kechishni xohlamadi. Mana endi o'rtada to'siq paydo bo'ldi. Qaynota Rasululloh bilan kuyov Abul Os o'rtasida. Rasulullohning kuyovi iymon kelishini xohlamadi. Endi aytiladi-ku o'zi, inson tanimagan narsasiga dushmanlik qiladi deb. O'zi bilmagan narsasiga. Mard odamlar bo'ladi. Qanaqa mard desiz, to'g'ri narsani to'g'ri deb ayta oladi. Noto'g'ri narsani noto'g'ri deb ayta oladi. Garchi o'ziga yoqmasa ham. To'g'ri aytayaptimi akamiz deb, biz noto'g'ri ish qildik deydi. O'zi qilyaptimi o'sha ishni? Yoki falon ishni qilmayapti, o'sha ish to'g'ri dedi biz qilmayotgan bo'lsak ham. O'zi odatlanib qolgan noto'g'ri ishini, botilligini tan olishi kishining zakovatidan hisoblanadi. Qaytaraman. O'zi odatlanib qolgan noto'g'ri ishini, botil ekanini tan olishi kishining zakovatidan hisoblanadi. O'zi odatlanmagan bo'lsa ham to'g'ri ishini haqligini tan olishi kishining zakovatidandir. Tushunarliga? Qilmayapsiz u ishni, lekin shu ishni to'g'ri deyapsiz. Bir ishni qilyapsiz, o'zi odatlanmagansiz, sigaret chekyapsiz, masalan. Himoya qiladi o'zini, bilasizmi? Amri ma'ruf qilay, nahy munkar qilay deb sigaretni tasha desa nima qiladi? Zarar desangiz, osham zarar u deydi. To'g'rimi? Shu odam zakovatli odam emas. Shu odam mard odam emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Quraysh bilan o'rtadagi nizosi kuchayib ketdi. Mushriklarni musulmonlarga beradigan aziyatni ko'payib ketdi. Shunda mushriklar payg'ambarimizni biror bir boshqa narsa bilan ovora qilib qo'yishni xohlashdi. Shu bir mushkula boshiga qilib bersak, bir mushkula paydo qilsak, shu mushkula sabab ovora bo'lib qolib da'vatini to'xtatsa. Shunda ayrimlar aytdiki, sizlar Muhammadning qizlarini nikohlaringlarga olib, xutba qilib ularni Muhammadning mushkulasini hal qilib qo'ydinglar. Agar qizlarini talog'ini berib javobini bersanglar, qizlari bilan ovora bo'lib qoladi deyishdi. Boshqalar aytdi, yaxshi fikr bo'ldi deyishdi. Va payg'ambarimizni qizlarini nikohini buzishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ikkita qizi, keyingi ikkita qizi Abu Lahabning ikkita o'g'liga xutba qilingan edi. Ular ikkalasi xutbasini buzdi, nikohi buzildi, xutbasi buzildi. Endi Abul Osning oldiga borib ham xuddi shu narsani aytishdi. Qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga tamomiy ibrat bo'lgan zotki, hayotda qanaqa mashaqqati bo'lsa, inson boshiga kelishi mumkin bo'lgan. Hammasini totiganlar. Tug'ilganida otasi o'lib bo'lgan edi. 6 ga kirganda onasi o'ldi. Bobosining qo'lida, amakisining qo'lida, kambag'allik, cho'ponlik, payg'ambar bo'lgandan keyin aziyatlar, haqoratlar, qanaqa achchig'i bo'lsa hayotni Rasululloh hammasini totiganlar. Rasulullohning 7 ta farzandi bo'lgan bo'lsa, birodarlar 6 tasini o'zi ko'mganlar. Bitta Fatima onamiz qolgan orqasida, bilasizlar. 6 ta farzandini ko'mganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rgan aziyatni oldida hech qaysi odam aziyat hisoblanmaydi. Mana endi u zotga qizlarining oilasini buzilib kelishi musibati ham yetdi. Albatta ota uchun bu narsa og'ir narsa. Albatta bu og'ir narsa. Abu Losin Robiyaga ham xotinini qo'yasan deb Quraysh mushriklari talab bilan borishdi. Sen Muhammadning qizini qo'yib ol. Biz senga Qurayshning ichidagi eng sharafli bo'lgan qizlarimizdan xohlaganingni nikohlab beramiz deydi. Ammo Abu Los yo'q. Yo'q dedi. Ayolimning javobini bermayman dedi. Shu odamlar bor. Qaynotasi bilan qaynonasi bilan kelisha olmay qolsa yoki qaynakalar bilan kelisha olmay qolsa, ular bilan bo'layotgan muomalani, ular bilan bo'layotgan mushkulani, alamini xotinidan oladi. Mana shu g'irt nomard ishi. Quraysh mushriklari nomardlik qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlarini oilasini buzishlik bilan. Xotinning aka-ukasi bilan bo'ladimi, xotinning ota-onasi bilan bo'ladimi, muammosini, alamini xotindan olayotgan bo'lsa, taloq qilaman deb qo'rqitayotgan bo'lsa, bu mard odamning ishi emas. Unda nima ayb? Xotinda nima ayb? Axir Alloh taolo Qur'onda astagfirullah wala taziru waziratun wizra ukhra demaganmi? Hech bir ko'targuvchi jon, ya'ni hech qaysi gunohkor jon o'zga ko'targuvchi jonning gunohini ko'tarmas.
Ichaver, meni bo'ynimga, qiyomatda men javob beraman. Nikohlab qo'ying, domla, 3 talaq olgan bo'lsa ham, gunohi meni bo'ynimga. Bu havodagi gap. Hech kimni gunohini hech kim bo'yniga ola olmaydi. Demak, Abul Os ibn Robi Qurayshning talabini bajarmadi. Zaynab roziyallohu anhoni xotin qilib olib qoldi. Hali bu paytda mushrik bilan turmush qilib yashashlik hali man qilinmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita qizi kelib qolganidan qattiq qayg'uga botmadilar. Sababi mushrikning qo'lida qolmasligini Rasululloh xohlardilar. Endi qani Abul Os ham qo'yib yuborsa, payg'ambarimizning qizlari oldiga kelib qolsa, mushrikning qo'lida qolmaganligi bilan payg'ambarimiz xursand bo'lardi bu yerda. Ammo Abul Os bunday qilmadi va mana shu go'zal xulqi uni keyinchalik islomga boshlab keldi. Alloh taolo uni mana shu go'zal xulqini islomga kirishiga sabab qildi. Abul Os ibn Robi musulmonlarning qo'liga asir tushdi va uni ayoli Zaynab roziyallohu anha qanday yo'l tutdi. Ma'lumiylar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib borganlaridan keyin, hijratning 2-yilida eng ulug' g'azotlardan Badr g'azoti sodir bo'ldi. Musulmonlar unda ulkan bir g'alabaga erishdi. Mushriklar mag'lub bo'lishdi. Ulardan 70 kishi qatl qilindi, 70 kishi asir tushdi. Abul Os ham mana shu Badr g'azotiga chiqqan edi. Musulmonlarga adovati, musulmonlarga bir dushmanchiligi yo'q edi, ammo chiqmasa bo'lmas edi. Qurayshning ichidagi tutgan mavqei, hurmati chiqishlikka majbur qildi. Chiqdi, asir tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lga tushgan asirlarning ustida mana fidolarni berib ajratib kelishlik hukmini chiqardilar. Har bitta asir o'zini iqtisodiy ijtimoiy ahvoliga qarab turib, ma'lum bir belgilangan pulni beradi, qutulib ketadi. Rasululloh asirlarni kuzatar ekanlar, kuyovi, o'zini shu paytdagi mana katta kuyovi Abul Os ibn Robiga ko'zi tushdi. Va unutilmaydigan so'zni aytdilar. Qarang, mushrik musulmonlarga qarshi qilich ko'tarib keldi. Asir tushib o'tiribdi. Biz birov bilan o'yinligin bil muomala qilgan bo'lamizda, bitta qilgan noto'g'ri ish uchun spisat qilib yuboramiz, bo'ldi. To'g'rimi? Yo'q, hech qaysi yaxshi fazilati esimizda qolmaydi-da. Bir 10 yil birga yurdik, ulpat bo'ldik, safarga chiqdik. Unaqa yo'q, sirrazi qoraga chiqaramizda. Rasulullohni qarang, bu mushrik kuyovi haqida nima deyaptilar? Vallohi ma zamamnahu sihron. Vallohi uni kuyov sifatida biron bir yomonlamaganmiz. Ya'ni kuyov sifatida yomonligini ko'rgan emasmiz. Garchi mushrik bo'lgan holida ham. Rasululloh unutmayaptilar. Ilashtirib qo'yishlikka ozgina xonasi bormi aloqani? Ilashtirib qo'yaptilar. Mana o'tgan darsimizda Abu Sufyon ibn Xorisda aytdik. Payg'ambarimiz bilan bo'ladigan aloqani hammasini uzib bo'lgan edi. 20 yil. Shuning uchun payg'ambarimiz uni kechirishiga ozgina vaqt kerak bo'ldi. Albatta bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan ko'rsatilgan insof edi. Mo'min odam insofli bo'ladi. Mo'min odam odil bo'ladi. Aytdik-ku, oqni oq, qorani qora deyishlik mardlikning belgisidir. Makkalik mushriklar Madinadagi o'zlarining asirlarini ozod qilishi uchun Madinaga fidolarni jo'natishni boshlashdi. Boradi, pulini beradi, ajratib keladi. Endi Zaynab onamiz Makkada erini ozod qilishi uchun nimadir qilish kerak. Bori burdan to'pladi va o'zidagi eng qimmatli bo'lgan narsa, bo'ynidagi marjonini ham yechib, Abul Osni fidosini orasiga qo'shib qo'ydi. Bu marjon Hadicha onamiz roziyallohu anha qizini nikohga uzatib, kuyovni oldiga kirgizayotgan paytda bo'ynidan yechib taqib qo'ygan marjon edi. Onasi Hadicha onamizning marjoni edi. Shundan boshqa bir qadrli narsasi yo'q edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga shu mushriklarning fidolari kelib qo'yiladi, Rasululloh qaraydilar, javobini beradi, ketadi. Endi Rasulullohning oldiga Abul Os ibn Robining fidosi deb qo'yishdi. Ochildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'ziga boyaga marjon tushdi va Rasulullohning yuzini qayg'u egalladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yig'ladilar. Chunki bu marjon Hadicha onamiz roziyallohu anhoni eslatgan edi. Birinchi ayoli, eng vafodor ayoli, birinchi bo'lib iymonga kelgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rozi qilish yo'lida har qanday mehnatga sabr qilgan, o'zini bori burdini Rasulullohning yo'lida fido qilgan Hadicha onamiz esladida, sahobalarga qarab turib maslahat solgandek qilib, albatta Zaynab roziyallohu anhu Abul Osni ozod qilgani mana bu narsani yuboribdi. Agar ma'qul ko'rsanglar, uni ozod qilinglar, molini ham o'ziga qaytarib yuboringlar dedilar.
qo'mondon, boshliq, rahbar buyursa quloq solishadi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga maslahat qilyaptilarki, ularni qalblari o'zi qalbi bilan rozi bo'lishsin. Sahobalar Rasululloh uchun jonini berishga ham tayyor edi. Ular Rasulullohni xohlagan, Rasulullohni yaxshi ko'rgan ishini qilishdi. Abu Osni qo'yib yuborar ekan Rasululloh shart qo'ydilar. Makka ga borib, kechiktirmasdan qizimni Madinaga jo'natib yuborasan. Toki qizi kofirning qo'lida qolmasin endi. Abu Os ibn Robi Rasulullohga bergan ahdida turdi. Makka ga yetib kelishi bilan kechiktirmasdan Zaynab roziyallohu anhoni safarga tayyorgarlik ko'rishga buyurdi. Nima kerak bo'lsa tayyorladi va tuyaga o'tkazib, havdajiga o'tkazib, o'zining ukasi Amr ibn Robiyaga topshirdi. Amr ibn Robiyaga topshirdi, olib chiqasan, Muhammadni sallallohu alayhi vasallam ashablari turibdi, topshirib qaytib kelasan dedi. Amr akasini ayolini havdajiga o'tkazib, kupa kunduzi yelkasiga kamon ilib Makkadan chiqib ketayotganda Qurayshga bu narsa yoqmadi. Quraysh quvib yetib oldi bu ikkisini. Zaynab onamiz qo'rqib ketdi. Shunda Amr, endi izzat nafs, sharaf, oilaning nomusi degan narsa, kamonini oldi yelkasidan o'qni joylab turib, shunday cho'zib aytdiki, bir qadam yaqinlashsang, o'qni mana shu kekirtayinga qodayman dedi. Mohirida otganda adashmas edi. Quraysh to'xtab qoldi. Shunda ular bilan birga chiqqan Abu Sufyon ibn Harb, bu paytdagi Qurayshning eng katta oqsoqoli, "Ey birodarim o'g'li, kamoningni tushir, sen bilan gaplashib olay" dedi. Kamonini tushirdi, oldiga keldi, Abu Sufyon aytdiki, "Ey birodarim o'g'li, seni qilayotgan ishing to'g'ri emas. Kuppa kunduzi biz oramizdan Muhammadning qizi Zaynabni olib chiqib ketsang, boshqa arab qabilalari nima deydi?" Bu payt Quraysh uchun og'ir payt. Sababi Badr g'azotiga hech qancha vaqt o'tmadi. 70 ta odam o'lgan, 70 tasi asir tushgan, hali jarohati bitgani yo'q. Aytdiki, Zaynabni Badrga qanday aloqasi borligini hamma arablar biladi. Uni otasidan bizga yetgan narsadan ham xabaring bor. Agar sen uni biz oramizdan ochiqchasiga shunday qilib olib chiqib ketsang, qabilalar bizni qo'rqoqlikda aybaydi-yu, bizni xor, past sanaydi-yu dedi. Uni ortiga qaytar, 1-2 kun erining uyida tursin. Odamlar Quraysh Muhammadning qizi Zaynabni olib qopti Makkada, qaytaribdi degan gapni gapirsin, keyin olib chiqib ketaver. Uni bizni oldimizda qolishiga bizni hojatimiz yo'q. Ya'ni Zaynabni Makkada qolishini bizga keragi yo'q, ammo ochiqchasiga olib chiqib ketma deydi. Amr ko'ndi, uyiga qaytardi. 1-2 kun o'tgandan keyin tunda olib chiqib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining qo'liga topshirdi. Shunday qilib Alloh taoloning hukmi bilan Abu Os ibn Robiydan Zaynab roziyallohu anha ajrab Madinaga qaytib keldi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan darsimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini hayotini o'qib, Abu Os ibn Robi roziyallohu anhu hayotini o'qigan edik. Oxirgi yetib kelgan joyimiz Badr g'azotida Abu Os asir tushganidan keyin Rasululloh uni qo'yib yuborganligi va qizi Zaynab roziyallohu anhoni Madinaga kechiktirmasdan jo'natib olishligini shart qilganligini aytib to'xtatgan edik. Bugun davom etkazamiz. Abu Os ibn Robiyning islomga kirishlik qissasi. Abu Os Rasulullohga bergan ahdida turdi. Makka ga yetib kelganidan keyin Rasulullohning qizlari Zaynab roziyallohu anhoni kechiktirmasdan Madinaga qaytarishlikka harakat qildi. Rasulullohning sahobalaridan bir necha kishi Makkani tashqarisida kutib turadigan bo'lgan. Abu Os
Zaynab roziyallohu anhoni ularga olib chiqib topshiradi va ular Madinaga olib ketishligi kerak. Zaynab roziyallohu anhoni. Abul Os Zaynab roziyallohu anhoni jo'natib yuborgandan keyin bir muddat Makka da yashadi. Ana shu Makkani fath qilinishiga yaqin qolgan paytda Abul Os yana bir karvonni boshlab Shomga tijorat bilan yo'lga chiqdi. Katta karvon, yuzlagan tuyalar bor bu karvonda. Bu karvondagi chiqqan kishilarning soni 170 ta edi. Bu karvon mana Shomdan qaytar ekan, Shomga borib tijoratni qilib qaytayotgan paytda musulmonlar qo'shini ularga hujum qildi va karvonni to'laligicha musulmonlar o'lja qilib olishdi. Karvondagi mollar o'lja bo'ldi, karvondagi kishilar asir tushdi. 170 kishi. Ammo bu asir tushganlarning ichida Abul Os ibn Robiy yo'q edi. Qochib ketishlikka ulgurgan edi. Mana endi qochib ketgan, o'zini molini ham oldirgan, Makkaliklar unga topshirgan omonat mollarni ham oldirgan. Endi nima qilishlikka hayron. Shunda Abul Os tunni qorong'usida Madinaga bir yo'lini qilib kirdida berkinib, o'zini ayoli Zaynab roziyallohu anha oldiga keldida himoya so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelgan paytlarida Qurayshdan biron kishiga Madinada omonlik yo'q deb e'lon qilgandilar. Ya'ni Qurayshga hech kim omonlik bermaydi. Endi omonlik nima? Bir odam kelsa Madinaga, bu odam meni himoyamda deb qo'ysa, birov shu odamni, himoyaga odamni hurmatidan tegmaydi. Endi Qurayshlikka hech kim himoya berish kerak emas. Zaynab roziyallohu anha nima ish qildi? Tong otdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidga chiqdilar. Mehrobga o'tdilar. Allohu akbar deb namozga quloq qoqdilar. Musulmonlar ham shunday qilishdi. Hamma jim turganida birdaniga bir ayolning ovozi eshitildi. Bu Zaynab roziyallohu anha edi. Ey odamlar, men Zaynab binti Muhammadman sallallohu alayhi vasallam. Abul Os ibn Robiyni himoyamga oldim. Bas sizlar ham himoyaga olinglar dedi. Hamma namozda hech kim javob qaytara olmaydi, hech kim qimilla olmaydi. Himoya o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni tugatib bo'lib odamlarga qarab, "Men eshitgan narsani sizlar ham eshitdinglarmi?" dedilar. Shunda sahobalar ha deydi. Rasululloh aytdilar, "Jonim uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, hozir sizlar eshitgan narsani eshitmasimdan avval bundan xabarim yo'q edi" deb qo'ydilar. Ya'ni bu gapi bilan odamlarning qalbida paydo bo'lib qolishi mumkin bo'lgan shubhani ko'tardilar. Ya'ni ayrim odamlar gumon qilib qolishi mumkin edi. Ha, o'zlari kelishib olib turib, shunday qilishibdi. Shu gumonni ko'tarishlik uchun payg'ambarimiz shu so'zni aytdilar. Qarang, bu siz bilan bizga dars, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning har bitta aytgan so'zlari, qilgan ishlari bizga dars. Bundan nimani xulosa qilib olamiz? Agar bir shubha paydo bo'ladigan holat bo'lsa, odamlarning qalbida gumonga sabab bo'lib qoladigan ish bo'ladigan bo'lsa, shu gumonni ko'taradigan sababni qilib qo'yish kerak. Savol paydo bo'lsa, javob berib qo'yishlik kerak. Odamlarning qalbida gumon qolmasin. Agar aniqlik kiritib qo'ysangiz, gumon nima bo'ladi? Ko'tariladi. Bir qissa keltiriladi. Bir kishi o'zini birodarining uyiga hayit kunida ziyoratga bordi. Kirib o'tirdi, uyda egasi bitta tovoqda, to'ldir tovoqda bir tovoq shirinlik olib kelib qo'ydi. Haligi mehmon shirinlikdan bittasini olib yeb turdi, yana bitta mehmonni boshlab keldi mezbon. Ikkinchi mehmon kelib o'tirdi, mezbon chiqib ketdi. Haligi ikkinchi kelgan mehmon tovoqda turgan shirinlikdan olib bitta yedi, ikkita yedi, yeverdi, tugadi. Uyda egasi qaytib kirdi. Kirsa tovoq bo'm-bo'sh. Shunda birinchi kirgan odam o'zidan bir xijolatchilikni ko'tarishlik uchun, gumonni ko'tarishlik uchun aytdiki, uyda egasiga, birodar, Allohni guvoh qilib aytamanki, bu kishi sizni mendan ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Chunki men yegandan ko'ra ko'proq narsa yeydi dedi. Chiroyli bir ishora bilan tushuntirib qo'ydi kim yeganligini. Demak, ba'zida mana shunday bir aniqlik kiritib qo'yishlik kerak bo'ladi, toki gumonga yo'l ochilmasin. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini ibrat deyapmiz. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikofda o'tirgandilar. Bu hadis Buxoriy va Muslimdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ziyoratiga Sofiya onamiz keldilar. Bir soatcha gaplashib o'tirishdi. Sofiya binti Hayy ibn Axtab Rasulullohning ayollaridan. So'ngra Sofiya onamiz turib masjiddan chiqib ketmoqchi bo'lgan paytda, masjiddan chiqib ketayotgan paytda Rasululloh kuzatib chiqdilarda, eshikni tagiga yetganda ikkita ansoriy o'tib qolishdi.
Kechki payt. Hali ikki ansoriy assalomu alaykum ya Rasululloh deb o'tib ketishdi. Shunda Rasululloh to'xtanglar. Bu meni ayolim Sofiya binti Hayy dedilar. Haligi ikkovi ansoriyga bu gap og'ir keldi. Ya'ni bizni yomon gumon qilyapti deb o'ylayapsizmi degandek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu so'z og'ir keldi. Shunda ikkalasi ya subhanalloh ya Rasululloh deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Inna shaytona yablughu minal insani man balagaddam." Albatta shayton insonning qon tomirlarida yuradi. Fa inni khashitu an yakhdifa fi qulubikuma shay'an. Ikkovingizda qalbingizga shayton bir narsani kirgizib qo'yishidan qo'rqdim dedilar. Tushunarlimi? O'zi shubhali joyga bormang, gumonli joyda turmang, keyin malomatga qolmang. Ya musulmon odam o'zi ijtanibu kathiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ism deydi Alloh taolo. Ey musulmonlar, ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar, gumonlardan. Chunki gumonlarning ko'prog'i gunoh bo'ladi. Vala tajassasu. Josuslik qilib ham yurmanglar. Nimaga turibdiki? Maqqa o'tish mashinani qarab turamiz, qayerdan chiqar ekan. Josuslik qilmaymiz. Avval o'zi unaqa shubhaga sabab bo'ladigan joyda turmaymiz. Agar shunday bo'lib qolsa, to'g'ri gumon qilib qo'yishimiz kerak. Mashinasi buzilib qolgandir, boshqa bo'lgandir. Endi bu holatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan bu ishlarini mana minglagan holatlarga solib biz o'zimizga andoza chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Al-bayon yatrudu shayton. Bayon shaytonni nari qiladi. Bayon shaytonni nari qiladi. Endi muomalada, tijoratda, nikohda gumonga, shubhaga joy qoldirmaslik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda o'zini qizining sharafini ko'tarib, bu meni qizim, yer yuzidagi eng sharafli qiz, shuning uchun himoyasi o'tadi demadilar. Balki aytdilarki, turib ketyapti. Va innahu yujiru minal muslimina adnahum. Musulmonlarda eng kichkinasi ham boshqalarga himoya beradi dedilar. Demak, Abul Osim ibn Robi mushrik holatida musulmonlar orasida Madinada turibdi. Endi birov tegmaydi unga. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu Abul Osni karvonini qo'lga olgan sariya kishilarni chaqirib aytdilarki, albatta mana bu kishini bizga kimligini bilasizlar. Tahqiq uni molini qo'lga oldinglar. Agar uning mollarini o'ziga qaytarib berib, unga ikrom ko'rsatsanglar, bu bizni quvontiradigan narsa bo'lar edi. Bu biz yaxshi ko'rgan ish bo'lar edi. Agar xohlamasanglar, bu Alloh taolo sizlarga bergan o'ljasi. Unga sizlar haqlisizlar dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarga bergan ta'limini go'zalligini qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar dengizga sho'ng'inglar desa, bironta sahoba ikkilamasdan dengizga sho'ng'iydi. Ammo shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz odamlarda nafslarini haqiqatini bilardilar. Buyurmadilar, balki nima qildilar? Maslahat soldilar. Chunki sizlarda haqinglar agar yo'q desanglar. Sahobalar payg'ambarimizning bu tavozusiga, bu kamtarligiga chiroyli javob qilishdi. Hammasi aytishdi: "Ya Rasululloh, qaytarib beramiz molini" deydi. Siz xohlagandek, siz yaxshi ko'rgandek. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat. "Ya Rasululloh, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedi bir kishi. Rasululloh nima deyotganingga qara dedilar. "Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedi hali kishi. Rasululloh yana aytdilar, "Nima deyotganingga qara." 3-marta ham shunday deganida, agar gapirayotgan gaping rost bo'lsa, kambag'allik senga oyoq kiyimingni bog'ishidan ko'ra yaqinroq bo'lishiga tayyor tur dedilar. Ya'ni menga muhabbating rost bo'lsa, mashaqqat qiyinchilikka tayyor tur. Siz agar Alloh uchun yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz, birodaringiz, mashinangiz kerak bo'lib qoldisa, o'ylamasdan berishingiz kerak. Musulmonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning talabiga ko'ndilar va aytishdiki: "Abul Os, sen Qurayshda sharafli odamlardansan, yana Rasulullohning kuyovisan, islomni qabul qilmaysanmi? Islomni qabul qilsang, molda hammasini senga beramiz, o'zimiz ulushimizni ham senga beramiz. Mazza qilib Madinada qolavermaysanmi?" Abul Os nima deb javob berdi? "Meni xiyonatga chaqirib yaxshi ish qilmadinglar" dedi. Ya'ni Makkaliklarda omonat mollari bor. Agar hozir musulmon bo'lsa, shu pullar hammasi Abul Osniki bo'ladi. Abul Osni qo'liga hamma molni topshirishdi. Karvonni to'laligicha Makkaga boshlab keldi. Hamma omonat mollarni egalariga topshirib, bittama-bitta tugatgandan keyin aytdiki: "Ey Quraysh jamoasi, menda birortalarda haqqinglar qoldimi?" "Yo'q. Seni Alloh yaxshilik bilan mukofotlasin. Seni vafodor, karim inson ekanligingni ko'rdik" deydi. Shunda Abul Os aytdi:
Men sizlarda haqqingizda ado qildim. Ya'ni men guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning rasuli va elchisi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi. Mana endi mana shu paytda keltirilgan islom, mana shu qabul qilingan vaqt eng munosib vaqt edi. Chunki omonatlar ado qilib bo'lindi. Agar Madinada qolib turib kalima keltirib qolib qolganida nima derdi odamlar? Bu bizni pulimizni yeb ketishi musulmon bo'lib oldi deyishardi. Mushrik odamni xulqini ko'ring. Omonat deyildi. Keyin Abu Os aytdiki, mollarimizni yeb ketishni xohlagan ekan degan gumon qilib qolishingizdan qo'rqqanim uchun Muhammad alayhisalom yo'lda islomni e'lon qilmagan edim dedi. Keyin Madinaga qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikrom ko'rsatdilar va Zaynab onamizni kuyoviga qaytarib berdilar. Payg'ambarimiz aytgandilar: "Abul Os hadasani fasadaqani va wa'adani va waffani." Abul Os menga gapirib rost so'zlagan edi, va'da berib vafo qilgan edi dedi. Shu bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning katta kuyovi Abul Os ibn Robiy roziyallohu anhu islomga kirdi. Bu kishini hayotidan olinadigan xulosalar. La imana liman la amanata la va la dina liman la ahdala. Omonatdorligi yo'qligi odamni iymoni bo'lmaydi. Ya'ni iymoni bor odam omonatdor bo'lishi kerak. Ahdiga vafo qilmagan odamni dini bo'lmaydi. Dogovorni qo'yib buzib qo'yadi. Kelishib turib aynib ketaveradi. Bu odamning iymonidagi, dinidagi katta nuqson hisoblanadi. Ikkinchidan, maslahatlashlik odamlarning qalbini sizga moyil qiladi. Rasululloh buyursa sahobalar bajarishardi, ammo Rasululloh Badrda holatida asrdan ozod qilayotganda ham, g'anima bo'lib qolgan o'ljalarni qaytarib berayotganda ham payg'ambarimiz nima qildilar? Sahobalarga maslahatlashdilar. Uchinchidan, holatni bayon qilib qo'yishlik, gumon shubhalarni ko'tarishlik birodarlar musulmonni hayotini hayriyatga yetaklaydi. Gumon qolib qolmasin. Gumon qolib qolmasin. To'rtinchidan, Zaynab roziyallohu anhoni himoyasini payg'ambarimiz tan oldilar, shariy hukmni bayon qildilar va solih amalni rad qilmadilar. Va oxirgi xulosamiz, Abul Os ibn Robiy payg'ambarimizning qizini qo'yib yubordi deb turib Quraysh talab qilgan paytda qo'yib yubormadi, go'zal xulqni ko'rsatdi va mana shu xulqi keyinchalik kishini musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, dindan uzoq yurgan birodarlarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan, ulfatlarimiz bilan muomala qilayotganda hushyor bo'lishimiz kerak. Araq ichar ehtimol, zino qilar, qimor o'ynar. Ammo mana shu odam bilan ham chiroyli muomalangizda, go'zal islomiy xulqingizda turadigan bo'lsangiz, uni qalbiga yo'l ochiladi. Uni qalbiga yo'l ochiladi. Obid fosiqni ko'rganda xo'mrayib qaraydi. Olim fosiqni ko'rganda tabassum qilib qo'yadi. Obid faqat ibodat qiladi, ilmdan bexabar bu. Da'vat hikmatidan bexabar u. Fosiqni xo'mrayib o'tib ketadi. Endi olimchi? Shunga bir tabassum bilan muomala qilib qo'y, yaxshi muomala qilib qo'y, shoyat bir kun nima bo'lib qolar? Mana shu chiroyli muomala sabablik, go'zal xulq sabablik islomga kelgan ayrim odamlarni, tavbaga qaytgan ayrim odamlarning qissalari. Raqqosa qissasi. Musulmon yurtdan raqqosa tavbaga qaytdi. Tavbaga qaytishlik sababini so'rashganda aytdiki, mendan avvalroq tavbaga qaytgan dugonalarimni ziyoratiga keldim. Ularning majlis yig'inida o'tirdim. Ularning majlisini, mendan majlisimi afzalligini ko'rdim, majlisimdan. Orasida rostgo'ylik, mehr-oqibat, nasihat, saodat bor edi. Ammo meni majlisimda-chi? Ana bo'lardi aktrisalar ichida. Soxta. Albatta o'zini baxtli qilib ko'rsatish kerak. Ichida to'ng'iz o'layotgan bo'lsa ham ijib turish kerak. Riyo, xo'ja ko'rsin, yolg'on, ta'na, malomat. Mana shu majlisdagi kayfiyat u ayolni tavbaga qaytishiga sabab bo'ldi. Yana bitta sabab shuki, mana shu majlisdagi solih ayollar buni o'zidan nari qilishmadi. Ma'qulmi? O'zidan nari qilmadi, tuzaldi. Agar nari qilganda tuzalarmidi? Tuzalmas edi. Shuning uchun modomiki bizga dushmanlik qilmayaptimi o'sha dindan uzoq yurgan birodarimiz, oshnamiz, ulfatimiz, u bilan chiroyli muomalada bo'lishimiz shart. Toki bizni xulqimiz tufayli islomga o'tib qolsin, yurib qolsin. Mana 1913-yilda tug'ilib, 2012-yilda o'lgan ekan, Fransiyalik yozuvchi, filosof, siyosiy arbob. 99 yilda o'lgan ekan. Shu odamning islomga kirishining tarixi bor. Roje Garodi degan odam ekan.
fransuz yozuvchisi, filosof, siyosiy arbob. Islomni qabul qildi. Qisqacha xulosasi shuki, ikkinchi jahon urushida asir tushdi u. Uni qatl qilish haqida hukm chiqdi. Bir musulmon yigitni qo'liga topshirishdi, olib chiqib uni otib yuborishlik. Haligi musulmon yigit olib chiqib turib, unga aytdiki, meni dinim asrni qatl qilishlikni man qiladi, qochib ket deb qo'yib yubordi. Qarang. Mana shu Roje Garodi aytadiki, mana shu holat islom bilan birinchi marta tanishishim edi. Undan avval islom haqida hech narsa bilmas edi. Mana shu holat menga universitet o'rgatmagan ko'p narsani o'rgatdi. Shu vaqtda o'z islomni qabul qilmadim. Uzoq yillar o'tdi deydi. 40 yil o'tdi. Uni mana shu gapi, ana shu qilgan muomalasi uni o'ylantirdi. 1982-yilda 69 yoshga kirganda islomni qabul qildi. Bir musulmonning qilgan muomalasi, unga ko'rsatgan xulqi islomiga sabab bo'ldi. Germaniyalik bir kishi haj qilgani keldi. Shayx Muhammad Rotim Nabusi shu darsda keltiradi. Nemis odam islomga keldi. Islomning sababini so'rashganda aytdiki, meni uyimda deydi, o'sha bir musulmon yigit yashar edi, talib, student. Bo'ladi haligi til o'rganishlik programmasi bo'yicha o'sha g'ayri dinda oilasida yashaydi student til o'rganishlik uchun. Bu nemis kishining juda ham bir chiroyli qizi bor edi. Hali musulmon yigit umuman qaramasdi u qizga. Ro'parasiga esa teskari qaraydi, xullas bir joyda o'tirmaydi. Endi u yurtlarda u balog'atga yetib qolgan yigit qizlarni bir-biri bilan muomala qilishi, boshqa ishlar oddiy holat. Ammo bu yigitni tutgan mavqifi, ko'rsatgan xulqi haligi odamga ta'sir qildi. Sen odam bolasimisan deb bordi oxiri. Keyinchalik islomiga sabab bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, da'vat gapirib qilinadigan da'vat bor, indamay turib qilinadigan da'vat bor. Gapirib da'vat qilishlik hammamiz qo'limizdan kelmaydi. To'g'rimi? Zo'r masala bo'ldi bugun deydi. Nima bo'ldi desa aytib bera olmaydi. Endi tushunarli endi hammaning qo'lidan kelmaydi bu narsa. Ammo birodar, indamay turib da'vat qilish qo'lingizdan keladi. Ma'qulmi? Chunki go'zal xulq musulmon odamning eng zo'r da'vat qiladigan asbobi bo'ladi. Agar biz chiroyli xulqimizda tursak, islomiy xulqimizda turadigan bo'lsak, bizni indamay turishligimiz o'zi nima bo'lar ekan? Da'vat bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Vallohi ma zamamnahu sihron." Vallohi Abul Osni kuyov sifatida bir yomonligini bilmaymiz dedilar. Abul Osni mana shu go'zal xulqi keyinchalik islomiga sabab bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining hayotini o'qib o'rganib, ulardan ibrat olishimizga tavfiq berishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.